Şvet buqamiz chiqdi. Qo'llanib turinglar. Qo'llaninglar polvonni. 27 kilo. Bo'ldi. 127 kilo chiqdi. Şvet buqamiz. Ketdi, tortib ketdi shaqqa. Bu da sho'g'agan. Bir tonda 20. Bu ham tortiladimi? 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 Qayda qo'shqori bu? Namangan tumanidagimi? Nech kilo? Olmalar yapıyor. 179 kilo 5. 179 kilo. Yoshi 80. Nechta bu? Haydani. Kishi nechta bu? Ega savdo. 180. Bosulma tur, oton malona, tema tur. 179 kilo. 179 mana. O'sh ketayotgan buqamiz 781 kilo chiqdi. Biz taroziga uspet qilmay qoldik. 781 kilo. Qirg'iz buqamiz keldi mana. Trubasini hech truba. Bo'ldi, tegma ya. Sal oyog'ini surib qo'ying. Bo'ldi, chiqdi. Shuramisizlarmi? 98. 500. 598. Mana shu buqamiz 1 tondan 20 kiloligida sotilgan buqa edi. Vestivkaga keladi, hozir 920 kilo keldi. 100 kilo kam keldi Vestivkaga. Bizdan chiqqan, Junaydullo o'zidan chiqqan Novos. Uychi naslchilik fermasiga sotilgan edi mana shu buqa. Mana shu birinchisidagi Novot. Jengilak. Yonidagi 986 kilo keldi. Mana shu buqa o'zimiz buqa tanigan bo'lsangiz 1 tondan 20 kilo sotilgan. 67 ming so'mdan taroziga sotilgan edi mana shu buqa. Vistivkada 920 kilo chiqdi hozir. Bilmaymiz nechinchi o'rinni oladi. Mana qo'chqorimiz. Endi 6 ta euro. Endi 6 ta euro. Ana qo'chqorlar. Ularning kilosini bilolmadik qo'chqorlarni. Haqiqatdagi dollarlik 50 ming, 40 ming dollarlik qo'chqorlar. Vistivkadagi. Mana bitta ham turibdi mana kattalar. Jimetda qanaqadir qo'y bor ekan hozir. Yo'q-yo'qda. Qanaqa paroda ekan hoji aka bilan? Qanaqa toza go'sht, mana shu turishiga, besiga go'sht beradi-da bular. Parodasi nima ekan hoji aka bilan? Eronda, Pokistonda. O'zilari qo'chqor ekanmi? O'zilari qo'chqor ekan? Bittasi 1 kilo ekan. Ha, qo'chqor. O'sha kichkinalarga xaridor bo'lasiz. Eskilari bo'lardi mana. Qayda ekan egalari? Quloqi o'zi 2 kilo kelar ekan. Hoji aka, necha pul berasiz? Ya biz sotaverman, egasiga pulni beraman-da, necha pul beradi? Necha pul deyapti? Bularda boqsangiz nasaqsi manga o'xshasa bor-ku insonlar. Qo'ydi haligi ichki yog'i kam bo'ladi. Bularda. Bu faqat go'shtga.
toza go'sht chiqadi. Ash tomoni bor-da buni. Ma'ramasaga ham shekilliga. Ha? Ma'ramaydi ham shekil. Ana kichkina bolalarini nech puldan deyapsiz aka? Kichkina bolalarini. Yo'q, meniki emas. Ha. Meniki emas. Bu avvalo qo'zaka ba'zan qilyapti o'sha. Men ham o'shanga aytaman. Men nimaga bitta olib Pokiston qo'ydim-da, mana unda. Yo'qsiz bo'lar ekanmi? Ha. Qulog'i ham 2 kilodan ko'p chiqar shekilli. Toza qora go'sht. Vitamin yetishmasligidan. Ma'rara. Mana qo'ylarimiz. Ana sog'liq qo'yamiz. Sizdanmi aka bu sog'liq? Yo'q, men akalar olishibdi. Hech pulga? 9 millionga dedilar. 9 millionga? Bahorgacha. Senga kelib qarayapman. Toza qo'y ekanda. 9 millionga sotilibdi. Qaysi sizda? Shoshakadan yana bitta bor ekansiz, ko'ramiz. Nima ish qiladi? Mana qo'shamiz. Mana qo'shamiz. Qo'ylarimiz. Avg'on qo'ylar. Yangi o'ladi o'tgan kuchga avvalsa qarasham. Diyar. Qarashan o'zi qo'shqo'rlar. Yana ana kattalar. Ana işte mana bu yerda otib qo'ydilar. Toza qarashan. Молодец, сколько времени. Vaqtda ham bor ekan. Zotda tug'ilgan sana hammasi bor ekan. Ba'zini 150 kilo. İşte 4 ish aka. To'liqman bo'lasizmi? Yo'q, sherigi. Bolasi ham emas. qaysi lin aka buni? Bu bot ya, bu nima? Sharpey. Sharpey. Sho'r qishloqdanmisiz? Yo'q, Norindanman. Norindan. Ilhom akani qo'rasidan chiqqan ekan demaga. Sho'r qishloqli. Ha, Ilhom akani. Ilhom aka Botiya, Sharpey o'shalarida hozir. Botiyani o'g'li mashhur bo'ladi. Botiyani o'g'li. Sharpeyni o'g'li, Sultonni o'g'li mana bu bo'ladi. Prame o'g'limi bu? Ha, shunday. Qaysini? Anani 15 ming deyapmiz. Ha? Katta sotilmaydigan narsaning o'zi yo'q, qimmatroq. Necha yosh bo'lgan aka kattasi? Kattasi 1 yosh 6 oylik bo'ldi. Nariga 9-oyga qarab ketyapti. Ha, 9-chi. Bu kichkina sultonning o'g'li, kattasi Botiyani o'g'li, ha? Prema o'g'li. Prame. Uzat oldingizmi bundan? Olyapmiz aka.
Nurm akam meninasidan chiqqan qo'chqorlar ekan. Qo'chqorlar o'ta ko'p. O'tda o, netdan zo'r bor ekan. Kichik. Liniyasi qaysi aka biladi? Qaysi qo'radan chiqqan? Qayniki qo'ylar aka? Andijon. Do'rp berdigan qo'yam chiqib.